Bu videoni ko'rishdan oldin hoziroq bitta like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham manfaatli video bo'ladi akalar. Xullas, e'tiborlar markazida Armada Motors'dan Sonic modeli akalar. Buni yangilik qilganmiz. Bunga nima yangilik desanglar, xullas ikkita 60-20 litionni akkumulyator joylaganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. 60 volt 20 amperlik litionni akkumulyatordan ikkita joylashgan bo'ladi. Bu degani 120 kilometrdan 150 kilometrga doğru bemalol yurib beradi degan akalar. Tezligi ham qo'shiladi. Tezligi ham o'sha 50-55 ga bemalol chiqadi. Eng asosiysi 120 kilometrdan 150 kilometrga doğru bemalol yursanglar bo'ladi akalar. Mana oldi tormozlari jitkisli, orqa tormozlari jitkisli. Saka diskali bo'ladi. Diskalardan ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham ancha baquvvat, balon razmerlari ham 90 ga 90, 12 bo'ladi akalar. Ancha katta. Oldi faralarini ko'ringlar. Komplektlarida mana telefon postavka, pult, NFC kartalari bo'ladi. 3 ta skorsli. Orqasida sondalari ham bor mana. Ko'rsanglar bo'ladi akalar. Motorlari xullas 800 wattlik bo'ladi akalar motorlari. Ancha baquvvat. Narxiga keladigan bo'lsak, shu ikkita litionni akkumulyator bilan narxi $580 ga aylanadi. Agar o'zini geli va akkumulyator bilan olaman desanglar, $420 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Undan ko'ra mana ikkita litionni akkumulyator bilan 580 ga xarid qilasizlar. 150 kilometr masofani bemalol bosib o'tsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Xudo xolasa bundan ham ko'p yuradigan qilib bera olamiz. 200 kilometr yuradigan qilib bera olamiz akalar. 60 volt 30 amperlik akkumulyatordan ham qo'yib, ko'proq yuradigan qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelsanglar bo'ladi. Manzilimiz mana aeroportning yonidagi Armada do'koni akalar. Bemalol kelaverasizlar.